Madrasamizni nuri aynlari bo'lgan, madrasamizni ko'z quvonchi bo'lgan o'quvchilarimiz, ularni qorilarning safi kundan kunga alhamdulillah ko'payib boryapti. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus solihat. Alloh subhanahu taologa mingdan ming hamdlar bo'lsin. Mana madrasamizni nuri aynlari bo'lgan, madrasamizni ko'z quvonchi bo'lgan o'quvchilarimiz, ularni qorilarning safi kundan kunga alhamdulillah ko'payib boryapti. Allohim o'zi davomli va barakotli qilsin. Qur'onning qadrini, Qur'onning Alloh subhanahu taolo tarafidan bizga beradigan, Qur'on evaziga beriladigan ajr mukofotlarni ko'plagan hadislar eshitganmiz. Shulardan biri Nabiy alayhisolam hadisda nima dedilar? Man qara'al Qur'ana va ta'allama va amila bihi ulbisa yawmal qiyamati tajan min nur. Qiyomat kuni Qur'onni o'qib, uni o'rganib va unga amal qilgan insonga nurdan bo'lgan bir toj kiydiriladi. Uning boshiga qiyomat kunida nurdan bo'lgan bir toj kiydiriladi. Uning yorug'ligi xuddiki quyoshning yorug'ligi kabi bo'ladi. Va ularning ota-onalariga shunday bir ikki libos kiydiriladiki, ana u ikki libosni hatto dunyo va undagi barcha narsa unga teng kelmaydigan libos kiydiriladi. Va shunda ota-onalari aytadiki, mana bu ne'matlar, mana bu mukofotlar, mana bu liboslar nima uchun bizga kiydirildi deganda, ularga aytiladiki, sizlarning farzandlaringiz Qur'onni yodlaganligi sababidan deb ularga aytiladi. Va mana bu dunyo hayotida farzandlarining ko'rgan qiyinchiliklari, farzandlari qori bo'lishligi, ilmni o'rganishligi va uningga amal qilishligi yo'lida chekkan qiyinchiliklari evaziga ota-onalari ana bu dunyoda ham va oxiratda ham buyuk ne'mat mukofotlar bilan mukofotlanadi. Allohim mana bu qorimizni, yangi qorimizni ham, ularni ota-onalarini ham mana shunday mukofotlar bilan mukofotlanadigan va yo'lda qori bo'lishini kutib turgan o'quvchilarimizni ham inshaalloh mana bu ne'matlar bilan ne'matlanishligini Alloh subhanahu taolodan so'rab qolamiz inshaalloh. Va sallallohu vasallam ala nabiyina Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in.